Bu hayotda turgan joyda 10 marta aylana olmaydi. Equinoxdan qoladi bu mashina. Qo'lni tashan 10 martami aylantirib beraman. Aylantirib bera olmasangiz, kilitga obunachilarimizga nima bonus qilib berasiz? Okay, 9 ta 10 ta qilib sovg'asini beraman. 10 ta qilib berasiz. 10 ta qilib beraman. 10 ta bonus qilib Okay, Yevropani mana degan mashinani brendlariga damini berib yuboradi hozirgi Bu kunda. Xitoy mashinasi. Okay, Xitoy mashinasi, lekin hozir garantiyalar bilan 5 yil yo 100 ming garantiyasi bilan Ademaster Namangan Jitur avtosalonda bemalol kelib xarid qilishadi. Okay, foizsiz desangiz o'z narxiga ham chiqarib beraman. Yo, bosh to'lovga kamroq desangiz, okay, kam to'lov bilan. Nech pul? Okay, plus minus 5-6 ming dollar bilan chiqarib beraman. 2025 8 mingga foizsiz o'z narxida chiqarib beraman. 0% 0% bilan. 10 marta aylantirib bera olmasangiz, aylantirib beraman. aylantirib bera olmasangiz, 10 ta bonusingizni qo'yib qo'ying, qadrli obunachilar. Rahmatulloh aka, hayotda aylantira olmaydi. Equinox bilan qo'yishaysizmi? Okay, qo'shib yuboraman. Birga bir. Birga bir. Kalitga kalit. Hoca aka, bozor issiq kunda tellab 40-50 gradus issiq Nexia Gentra olaman deb o'zingiz qiynab yuribsizmi? Mana sizga JTR topib qo'ydim, 8 ming dollar. Okalarni xarid qilib olib keting. 5%. Rahmatulloh aka 10 ta bonusingiz qo'yib qo'yaman. 10 ta bonus, gapirilgan gap o'tirgan o'q. Manzil Namangan shahar, Yangi bozor Promzonaning yo'lida joylashganmiz, kelaverasizlar, okalar. 10 ta aylantirib Equinox bilan qachon bo'lishni olasiz? Okay, farqi yo'q. Plus yozsin kommentariyada bo'lishib yuboramiz, okay? Birga bir. Birga bir. Men Equinox deb bilaman. Bo'ldi, men Dashingni bilaman. Bo'lishamizmi? Bo'lishamiz, okay? Qolgan odam nimadan? Qolgan odam, okay, o'sha obunachilarga yengil cho'tki bitta podarka qilamiz. Bitta podarka qilamiz. Videoni boshlatganimizda eng arzon Namangan biratasiz yutib qo'ydingiz, siz o'rsiz. Gap bo'lishi mumkin. Hisoba? Kelishdi.